kelin-kuyovlar to'ydan avval qo'ni-qo'shnilardan surishtiriladi. Kelin ham, kuyov bola ham. Yaxshi odammi yoki yo'qmi? Mana shu paytda qo'ni-qo'shnilar yaxshi narsani bilingki, borini gapiring. Sizdan so'rab kelingan odam haqida kelin bo'lsin, kuyov bo'lsin, borini gapiring, rostini gapiring. Yomonini yashirib, yaxshisini oshirmang. Borini gapiring, haqiqatni gapiringki, mayli, sizni rost gapirganingiz bilan o'sha to'y bo'lmasa bo'lmasa. Yomon sifati bordir. Haqiqatda to'g'ri kelmaydigan joyi bordir. Sizni rostgo'yligingiz sabab o'sha to'y bo'lmasa bo'lmasinki, yolg'oningiz bilan keyinchalik shu bo'lgan to'y buzilishiga sababchi bo'lmasin. Chunki shuncha sarf xarajat, shuncha ovoragarchilik, nikoh masalalar, o'rtada farzand ayniqsa. Bular bo'lgandan keyin sizni yolg'onlaringiz fosh bo'lib, ana shu oila buzilishiga sababchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha gapni gapirmang. Mayli, sizni yolg'oningiz sabab o'sha to'y bo'lmasa bo'lmasin.